Men sizlarga 15 sekundlik, 10 sekundlik video tayyorlagunimcha uyim qanaqa ahvolga tushadi, qanaqa holatga kelaman, shu videodan ko'rib olsanglar bo'ladi. Video olayotganimda Qirmizgul qayda deb so'ragan savolingizga javob beraman. Kadr ortida nimalar bo'lishini bugun ko'rsataman. Kadr ortida ko'rasizlar hozir. Mana bu meni ishxonam. Hamma yog'i rasvosini chiqarganman. Svetlarim 3 ta. Yaxshi emas svetim, yaxshisiga almashtirish kerak. Mana bu yerda bo'yanchiqlar, kosmetikalar turadi. Mana qarab turinglar. Hammasini Qirmizgul tutib chiqqan. Mana kadr orqasi bunaqa bo'ladi. Manetga narsalarni qo'ygan. Opani oyog'ida paypoq, bag'i go'zallik, ag'i paypoq. Manetda ishlatib bo'lingan narsalar, fen, 3 ta ko'ylak. Endi tashqaridan kadr ortini ko'rsataman sizlarga. Qayerishdan mana bunaqa manzara bilan uchrashasizlar. 1-2 soat video olgunimcha Qirmizgul nimalar qilgan? Hammasini yoygan, ovqatlarni sochgan. Yaxshi oshxonaga o'tishni bilmaydi. Oshxonaga o'tishni bilsa, u yog'i ham haromini chiqaradi. Tualetdagi bo'lmagani olib chiqarib tashlagan bo'lishi ham mumkin, hali qaramadim. Plastik bo'lgandan keyin eshik taqillatib, kirib, mana bu yog'i haromini chiqargan. Birda boshlagan bo'lsam, soat 5 bo'libdi. 5 soatdan beri video olish bilan ovoraman. O'zi ham osonmas ekan, juda qiynaldim. Shu 5 soat ichida Qirmizgul nimalar qilgan? 2:30 gacha uxlab turdi. Uxlab turgandan keyin hamma yog'i rasvosini chiqardi. Yeyishga bir narsalar berdim. Yeb bo'lib, kavacha bergandagi ular yerga sochib o'ynabdi, shukutuk qilib. Endi hammasini joy-joyiga qo'yib, 1 soat uborga time qilamiz. Ular voy bunaqa deb o'tib ketgan videolaringni shunaqa mashaqqatli tayyorlanadi. Sizlarga oson, lekin qiyin. Shuning uchun poddershkani ayamanglar. Mehnatlarim qadriga yetasizlar degan umiddaman. Bye bye. Men uborkaga